Nutva kompleks mahsuloti bu biologik faol qo'shimchadir. Bu mahsulot kimyo vositasi emas. Artrit, artroz, reumatoidniy poliartrit bu mahsulot tarkibida eng afzali xondroprotektorlar bor. Biza 25 yoshdan boshlab biologik faol qo'shimchalarni qabul qilib borishimiz kerak. Bu Nutva kompleksni men qancha vaqt ichaman? Qanday vaqt ichishim kerak? Nimalarga e'tibor berishim kerak? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bahora Qodiraliyeva. Har doim bizga tushadigan savollarga bugun javob beraman. Bizning bugungi mavzuyimiz faqat Nutva haqida bo'ladi. Nutva kompleks mahsulot haqida hamma savollaringizga bugun javob beraman. Mana bugunga qadar bizani Nutva kompleks mahsulotimiz haqida har kuni yangi savollar bilan ishlaymiz. Nutva kompleks mahsuloti qanday mahsulot, qanday kasalliklarni davolaydi, qancha vaqt mahsulotni iste'mol qilsam shifo topaman degan savollarga bugun sizga to'liq mavzuda aytib o'taman. Nutva kompleks mahsuloti bu biologik faol qo'shimchadir. Bu mahsulot kimyo vositasi emas. Bu mahsulotni iste'mol qilish tartibi o'zini yo'nalishi bo'yicha har bitta mutaxassis har bir bemorga individual tarzda tushuntirib boradi. Bu Nutva kompleks mahsulotini biz iste'mol qilamiz. Agar bizda tayanch harakati tizimi kasalliklari, artrit, artroz, reumatoidniy poliartrit, ya'ni autoimmunniy kasalliklar, bo'g'in yallig'lanishlari bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari umurtqa pog'onasining grija, protruziya, spondiloartroz, butun tayanch harakati tizimi kasalliklari uchun tavsiya etiladi. Nima uchun? Chunki Nutva kompleks mahsulotini tarkibida butun tayanch harakat tizimi kasalliklari uchun jamlangan kerakli bo'lgan mahsulotlar sostavi tuzilgan. Biza bu mahsulotni ancha yil davrda ishlab chiqarganmiz va yangiliklar kiritib borganmiz. Nimaga? Yanada mukammal qilish uchun. Bu mahsulot tarkibida eng afzali xondroprotektorlar bor. Xondroitin, glukozamin, kollagen, gialuronoviy kislota, bular hammasi suyni ozuqasi bo'ladi. Ya'ni bizani suylarimizning ovqati bo'ladi. Yana bir holat, bu mahsulotni profilaktika uchun ham iste'mol qilinsa bo'ladi. Chunki bizda faqatgina kasallik boshlangandagina, qandaydir belgilar, simptomlar ko'ringandagina shifokorga murojaat qilinadi. Lekin ming afsuski, biza 25 yoshdan boshlab biologik faol qo'shimchalarni qabul qilib borishimiz kerak. Kelajakda bizda mana shu kasalliklar bezovta qilmasligi uchun. Bu mahsulotni nafaqat kasallikni davolash uchun, balki profilaktika uchun iste'mol qilishni 3 oy davomida yilda iste'mol qilishni tavsiya etaman shaxsan o'zim. Chunki o'zimiz doim bu mahsulotlarni ichib yurish kerakligini bilganligimiz sababli oldinroq harakat qilganmiz. 25-30 yoshmisiz? Bemalol profilaktika uchun 3 oy davomida qabul qiling. Ertaga yoshingiz o'tib, sizni hujayralaringiz qarib, suylarda, bo'g'inlarda o'zgarishlar bo'lgandan keyin bu mahsulotni uzoq muddat qabul qilmaysiz. Ming afsuski, kasallikni o'tkazib yuborib, bo'g'inlarda o'sha yemirilishlar hosil bo'lib, eng kerakli bo'lgan sinovial suyuqliklar kamayib ketib, hattoki medial va lateral minsklarda yemirishlar hosil bo'lgandan keyin murojaat qilasiz. Bu Nutva kompleksni men qancha vaqt ichaman? Qanday vaqt ichishim kerak? Nimalarga e'tibor berishim kerak deb so'raysiz. Bu mahsulotni toki davolanib shifo topib ketguningizga qadar iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki sizni organizmingiz defitsitda, ya'ni yillar davomida yo'qotilgan suv uchun kerakli bo'lgan hamma xondroprotektorlarni yetkazib berish kerak bo'ladi. Shuning uchun siz hech qachon bu mahsulotni iste'mol qilayotganingizda shoshilmasligingiz kerak. Eng asosiysi sabr kerak bo'ladi. Yana bizda yaqinda bir bemorni ko'rib o'tdik. U bemorda 3 oy, 4 oy oraliqda og'riqlar kamaygan va o'zlarini juda ham yaxshi his qilganlar.
Ularda endigina boshlangan davr bo'lgan. Shuning uchun, lekin bizdagi bemorlar, mahsulotimizni iste'mol qilib kelayotgan bemorlar bu kasallik boshlanganiga kamida 10 yil bo'lgan bo'ladi. Mana shu 10 yil davrida siz qanchadan qancha dori-darmonlar yoki boshqa lecheniyalarni olgansiz, lekin natija ko'rmagansiz. Shuning uchun bu Nutva kompleks mahsulot tavsiya etiladiki, batamom mana shu organizmingizga va tayanch harakat tizimi kasalliklaringizga kerak bo'ladigan oziqaviy moddani yetkazib beradigan bo'lsangiz, defitsitni qondirib beradigan bo'lsangiz va faqat ijobiy natijalarni ko'rasiz. Shuning uchun faqat sabr talab qilinadi. Mahsulotni iste'mol qilayotganingizda albatta dieta so'raladi. Dieta deganimizda uglevodlardan xoli bo'lish. Uglevodlarga kiradi un mahsulotlari. Un mahsulotlari non bo'ladimi, somsa bo'ladimi, blinchik bo'ladimi, pirojki bo'ladimi, makaron bo'ladimi, ya'ni un mahsulotlarini kamaytirib, iloji boricha kamaytirib, qora undan foydalanishingizni so'rab qolaman. Chunki uglevodlar tayanch harakat tizimida yallig'lanishlarga sabab bo'ladi. Agarda mana shu mahsulotga qiziqish bildirgan bo'lsangiz, bemalol 1294 raqamlariga murojaat qiling. Bizani malakali mutaxassislarimiz hamma savollaringizga javob beradi va bu mahsulot haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu mahsulotimizni avvalambor tabiiy, tarkibida hech qanaqangi krasитель konservantlar yo'q. Qo'rqmasdan bemalol qabul qilishingiz mumkin. Bizni kanalimizga obuna bo'ling. Yanada qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.